Hazır Kore'deki alaydan Uygur okumucularını yüksek lisanda Türkçe, Uygurca masterlıkta okutuş için şöyle imkaniyet hazırlayıp bergen, hazırlamakçı olan profesörlerin ikisi İstanbul geldi. Şular bilen hazır belgelik, teknikler, resmiyetlik bazı meseleler üstüde bizge muhim dep bilgeni, mucbel dep bilgenlerini yerden sormakçı. Bu profesör şunun cevap veriyordu. Şu sorulan sorularımızı bergen cevabını herkesinle de ortaklaşmak için kınıyorum da olsa. 먼저 선생님들 오기 환영합니다. 네. 그리고 선생님들 간단하게 자기소개를 해주시고 우리 이 프로젝트를 좀 설명해 주시면 합니다. 네. 오케이. 네, 이러면 되죠? Uygur için devletten bakıyorum. Başta sana buraya geldiğinden kısım karşıladınız ve size rahmet ediniz. Şu programımızın yürütülüş jarayonida şu qisqacha program to'g'risida o'zimlarni ham tunishtirgach ham program to'g'risida bir so'z aytgan bo'lsin. 이 사업은 우리가 지금 한국에 있는 대학교 또 한국에 있는 기업 그것과 같이 해서 지금 여기 이렇게 있는 학생들이 한국에 와서 유학도 하고 혹은 수업을 할 수 있는 프로그램을 진행하려고 한 겁니다. 지금 처음에는 우리가 좀 약간 미비한 게 많아서 선택의 폭이 작고 좀 힘든 것도 있지만 차차 좋아질 거라고 생각합니다. 그리고 지금 한국에서는 이제 준비된 게 일단은 대학교가 일단은 한 6개 됐지만 한 20개 정도 하려고 하고 있고 그 다음에 일자리를 준비를 하고 있고 일자리가 필요한 학생들한테 제공을 해야 돼서 그 다음에 이제 법률 자문을 하는 팀이 있고 그리고 이제 이 일을 좀 체계적으로 시스템으로 운영할 만한 그런 조직도 지금 만들었습니다. Bizim bu projektni ishlashmak istaymiz bo'lsa, shu chet eldagi Uyg'ur o'quvchilarning ham Turk o'quvchilarini Koreyaga berib, shu yerda yaxshi sharoitlarda o'qitish. Biz buning uchun hozir intayin muhim bir tadqiqotlarni ilib beryapmiz, ham birlikda ishlayapmiz. Bizning hozirgi bu projektni ishlayotgan jarayonda bizning izlayotgan narsalarimiz bo'lsa, u yerda bu o'quvchilarni qanday shartlar ostida, qanday bir yaxshi sharoitlar ostida o'qitish uchun biz hozir nurg'ulg'an universitetlarni izlab, shularning arxivlarini egallayapmiz. Shunga birlikda ilgilash uchun tirishyapmiz deylayman. 이제 준비할 게 좀 생겼는데 지난번에 얘기할 때는 이제 안 했던 얘기인데 보니까 한국어 좀 준비해야 될 것 같고 또 영어 트랙이기 때문에 영어 자격도 한번 준비해야 될 것 같고 Bizim hozir tayyorlik qilgan narsalarimiz ham Koreyacha, ham bu arxiv egallash jarayonida inglizcha tarafdan arxivlarni egallab tayyorlik qilyapmiz. 그다음에 이제 은행 평균 잔액이 있어야 돼요. 당연히 있죠. 아시죠? 있어야 될 것 같고 그 다음에 이제 뭐가 있어야 되냐면 우리가 지금 한글도 필요하지만 상담을 해야 돼서 여기에 한국어 여기 어떤 그 트립에 이스탄불에 센터가 하나 있어야 될 필요를 좀 느끼고 있고 홈페이지도 있어야 될 것 같아요. 홈페이지. Bizning hozir o'ylashayotgan narsamiz bo'lsa, birinchidan shu projektni tushuntirish uchun ham boshqalarga yaxshi taratquchilar orqali taratib qilish uchun biz bir internet torbiti laylash. 지금 그 준비해야 될 사항들도 있고 여러 가지 작업이 있어서 이번에는 모집하는 사람들이 25년도 2학기 들어오는 사람들이지만 곧 26년도 1학기 들어올 사람들 모집이 이어져야 될 것 같고 그 다음에 우리가 좀 일찍 모집해서 준비 단계를 갔으면 좋겠고 그리고 이제 필요한 게 뭐냐면 너무나 다양한 요구가 있잖아요. 너무나 다양한 요구가 있어서 사전에 어느 트랙을 갈지를 다 분류 작업을 해야 돼요. 그래서 그 작업을 우리가 준비를 해야 될 것 같아요. Biz hozir tayyorlayotgan arxivlardan sirgina bu 20dan o'sha yoki bo'lmasa 60 taxminan 20-60 jarayonda universitetlarni izlab qildik.
üniversitelerge okuvchilarni muvaffaq ya'ni tanlab o'rinlashtirish uchun tirishamiz. 마무리로는 이제 지금 이제 어떻게든 간에 이게 좀 장기적으로 볼 때 잘 가려면 아무래도 장학 제도도 있어야 될 것 같고 장학금도 기금도 모아야 되고 그리고 또 하나 뭐냐 그래서 그냥 선택하는 이제 한국의 유학을 선택하는데 돈이 없어서 못 가는 일은 좀 줄여야 되는 일을 우리가 또 하나 고안을 하고 3년 정도는 이상은 봐야겠지만 3년 정도 들여서 여기 하는 그 기금 장학 기금을 여기서 만들어야 될 것 같다. 네. Biz hazır o yaxşı şəraitlərdə oxuş fürsəti ilk qıldırış üçün özümüz oxuş mükabat pullarını izləyib, onlara yaxşı şəraitlərini yaratıb veriş üçün təşəkkürlər. Siz bir qator suallar üçün sorursanız biz yazın. 선생님들한테 여쭤보고 싶은 질문들을 있습니다. 네. 먼저 한국에 박교된 학생들에게 어떤 기대를 하시나요? Koreyaga avatgan bu o'quvchilarimizdan qanday shartlar, qanday umidlaringiz bor? 현재 한국이 그 인구 감소가 심해서 사람이 많이 모자르니까 해외에서 오는 학생들에 대해서 굉장히 환영하는 입장이다. 학습하는 학교에서도 그렇고 직장에서도 마찬가지다. 여러분들은 생각보다는 어쩌면 좀 더 그 정도로는 좀 많이 필요해서 좀 수월하게 가지 않겠는가 싶다. 그전에는 막 저항이 심했는데 누구 안 뽑든지 힘들게 가든지 했는데 지금은 그 부분에서 좀 편하게 갈 것 같다. 근데 이제 열심히 이제 학습해주고 열심히 사회에 적응했으면 좋겠다. Bizning shu yaxshi loyihalar bergan hamkorlik ishlash projektimiz vasilasi bilan bu uyaga berib o'qishni xohlaydigan o'quvchilarni butun kuchi bilan, butun vujudi bilan yaxshi fursatni foydalanib, qo'ldan chiqarmay, yaxshi tirishishini umid qilamiz. Tirishib bersanlar hatto mencha o'ylashyapman, sizlarning andishalar bor, aniq. Uyaga berib shu til jihatdan saviya yetarlik jihatdan shunaqa o'ylashayotgan, hatto andishayotgan o'quvchilarimiz bor. Sizlar bularni o'ylashdan sirt, bularni o'ylamay turib, hozir oldi bilan qanchalik butun vujudimni chiqarib tirishim kerak deb o'zinglarga bo'lgan umidinglarni bal qo'yatmay yaxshi tirishib bersanlar bo'ldi. 그리고 선생님, 혹시 오히려 조금 터키 학생들이 한국에서 좋은 접근으로 교육을 받을 수 있도록 어떤 지원을 제공하시겠습니까? Uyg'ur va turk o'quvchilar Koreyada yaxshi shartlarda, yaxshi fursatlarni qo'lga beradigan shu yerda o'quvchi bo'lish bilan o'qiy olish uchun biz uchun qanday yaxshi sharoitlarni hozirlab berishingizni umid qilasiz? 잘 못해서 다시 한번 좀만. 네, 한국에 가고 거기에 교육을 받을 수 있도록 어떤 지원을 제공하시겠습니까? 지원? 네. 일단은 한국에 가서 공부를 하려면 네. 학교에 대한 정보도 있어야 되고 그 다음에 이 서류를 정리해서 하는 일도 엄청 복잡한 일이 있고 네. 또 학교 생활하다 보면 법적인 문제가 해결될 문제도 있을 수 있고 이런 부분의 지원이 상당히 있다고 생각합니다. hozirgi birinchi maqsadimiz bo'lsa ham bizning birinchi umidimiz bo'lsa sizlar uchun o'sha yaratgan sharoitlarda birinchidan arxiv egallash, arxivlarni tartib asosida har bir shartlarga tushuntirib sizlarning shu yerdagi Uyg'ur yoki turk o'quvchilarga avatish uchun arxivlarni egallab tizimlatish. Undan keyin shu jarayonda maktabga qabul qilish jarayonida biz butun kuchimiz bilan yordam qilish maqsadida bo'lyapmiz. 혹시 선생님 교육을 위해 한국에 유학하는 학생들이 한국에서 공부하고 일도 할 수 있는 기회가 있습니까? Yeni bir sualımız olsa, ko'pinchalarning so'ragan sualdek bu Koreyaga berib o'qish jarayonida o'qiyotgan o'quvchilarni ham Koreyada bir tarafdan o'qib turib, bir tarafdan ishlashni orzu qilganmisda o'quvchilar qanday shartlarni yordam qilasiz? 보통은 이제 일반적인 유학에서는 이런 걸 얘기하지 않죠. 왜냐면 이게
그렇게 간단한 일은 아니거든요. 근데 이번에 과정의 특징이, 프로그램의 특징은 우리가 직업을 연계하고 있다는 거예요. 한편으로는 아르바이트 사회를 계속 연계를 하고 간다는 게 가장 큰 특징 중에 하나인데, 일반적으로 웬만한 유학 계통에서는 학교는 소개를 하고 그 학교에 가는 자료는 주지만 취업에 관련된 자료는 완전히 없어요. 근데 우리는 아무래도 학생 중에서 돈이 많지 않아서 학비를 유지하기 어렵다면 일자리를 만들 수 있다. 근데 문제가 뭐냐? 한국어 자격증이 있어야 일을 할 수 있어요. Biz bütün gücümüzle yerden kalmayız. Ben mesela sizlerle hemen o şartlarını düşken okuyucularını bu mülakattan keyin ulan sizin jarayonda qaysi şartlar üçün şunun qarda biz ayrım hər bir oxucuğa bir yer egallaymiz. Bu egallash jarayonida masalan qaysi oxucu qaysi ishlarni qo'llaydi yoki o'zining kasbiga munosib bo'lgan ishlarni qilish jarayonida yordam beramiz. Men %100 mumkin bo'ldi demayman, lekin bütün kuchim bilan har biringlarga tushadigan ham kasblarni o'qiyotgan munosib bo'lgan kasblarga tushadigan mustaq yaxshi o'rinlarni egallash uchun bütün kuchimni sarf qilmayman. Hizmet bilmek için bir şey var. 마지막 질문은 혹시 선생님 한국에서 가고 거기에서 교육을 받은 중에 또 원하는 대학과 자기를 원하는 학과 전공을 선택할 수 있습니까? Mina ana hakkı soraydıgan sualım olsa, Dəmimizdən oynayatqandək, şu xalqan üniversitetini, həm xalqan kəsbimizni üyən verib rahatlıqla tanıyanlardır. 이것도 지난번에 또 논의했던 건데, 만약에 자기가 자기 비용으로 학교를 다닐 수 있다 하면은, 아르바이트가 일자리가 필요 없다 하면은 할 수 있어요. 다 자기가 원하는 대로 하는데 아무런 장애가 없어요. 그렇지만 자기가 만약에 그 일자리를 가져야겠다 그러는 경우에는 그 영어 트랙 중에서 그렇게 그 자유롭지 않아요. 선택이 자유롭지 않아서 준비된 학과가 일단 경영학과가 있고 관광학과가 있고 이런 게 있는데, 그런 몇 가지 학과에만 해당되는 일이고, 나중에 프로그램을 보시면 알 수 있다고 생각합니다. Bizden hazırki sizlerge artıbıgen bu şəraitlərdən əlbəttə verib həm okuyalayısılar, həm xalqan işləşdən arzuqlanan okuyucular işləyələydi. Şununla birlikdə, məsələn, sizlər ki, mən işləyimə hazır işləb duraydısanlar, uzanlar hatta əlbəttə kəsblərini, şu kəsblərdən tanıyalayısılar. Hatta biz sizlərge əlbəttimiz, hatta aldığım qıtım seminerdimiz sizlər bilən görüşdük, sualanlarını sordular, oturup koydular. Şununla biz hər qandaq, məsələn, iqtisad deyəndək, yoki bo'lmasa tabiiy fənlərdən deyəndək, müştaq bölümlərini izləb tepib sizlərə uyğun bo'lgan, sizlərlə şərtlərə tushadigan, sizlər xohlagan bölümlərni yordam qilamiz. Əlbəttə tanıyasınız. Bir sualım var. Aldığım qıtım cevap verin. Şunu bir devretsek. Aldığım qıtım çünkü ictimai fəndə oxuyatqanlarının üyəyə bir tələbini yuqur boğanlıq üçün ictimai fəndən oxucularını qəbul qılaysak 20 oxucunu qəbul qılaylı. Onların üyədə bir yıl turuşuğa ve Koreyaca übünüşüға turacaydan xizmetke yardım qılmaya onun için işlep шығымы biz күшейміз. Ondan keyinki üniversite kırışın күшейміз degende şunu yerden yani alınıq şundaq mı? Şunu bu sorup baksınız. 선생님 다시 여쭤보고 싶습니다. 거기에 교육을 받고 있는 학생들에게 아르바이트도 하고 자기를 원하는 대로 그 전공을 잘 공부하고 그 정보를 공부하는 다음에는 자기를 취업도 할 수 있는 이렇게 계획들 우리가 얘기했는데 혹시 지금도 선생님들을 도와줄 수 있습니까? 취업이라고 하는 건 네. 무조건 졸업이 돼야 취업을 할 수 있어요. 네. 취업은 졸업이 안 된 차들은 취업을 할 수가 없어요. 그러니까 이제 취업이 나오질 않아요. 학생 비자이기 때문에. 비자가 바뀌어야 되잖아요. 네. 그러니까 학생 비자를 가졌을 때는 아르바이트예요. 일자리를 다니지만 취업은 아니에요. 그러니까 직장 소득은 있지만 직장에서
이제 막 보험이 되고 뭐 세금을 내고 하는 이런 과정이 없어요. 그러니까 이제 어쨌든 이거는 이제 학생이냐 일반인이냐 차원이라서 나중에 졸업하면은 한국 제도가 그 대학을 졸업하면 직장을 다닐 수가 있어요. 그러니까 한국에서 대학을 졸업했을 때 네? 대학원을 졸업하면 또 당연히 할 수 있죠. 그러니까 졸업하고 난 다음에 취업할 수 있어요. Albatta Koreyadagi mushu kasblarni yaxshi tirishib o'qigandan keyin albatta ishlayman desanglar yaxshi xizmatlarni ishlab qila olasizlar, xizmatlarga ega bo'la olasizlar. Bizning hozirgi o'ylaydigan narsamiz sizlar shu tirishchanliklar tufaylidan shu maktablarni shunday yaxshi fursatlarni qo'ldan keltiribsizlar. Agar qo'ldan keltirmay yaxshi o'rganib qilsanglar, diploma olib bo'lgandan keyin sizlarning bu o'quvchilik vizanglar albatta ish vizasi o'zgaradi. Ve bu iş vizesi biz için nayet yaxşı bir avantaj buldu desek buldu. Şuna biz bu fırsatda qo'ldan keltirmay, sizlar yaxshi o'qib qolgandan keyin diplomalarni olgandan keyin biz vizani qanday qilib shu o'zgartirish to'g'risida o'ylashimiz. U albatta diplom olib bo'lsanglar, u vizaga chiqishim oson bo'ldi. Boshda o'quvchilik vizasi bilan asha tursa, keyin o'quvchilik vizasida turgan jarayonda sizlar maktabni tutib bo'lsanglar, maktabda olgan diplomalardan keyin albatta sizlarga o'quvchilik vizasini xizmat vizasiga almashtiramiz. Shunda qilamiz, sizlar xohlagan yerdan yaxshi xizmatga ega bo'la olasizlar. İctimai fende için okuş için bağlı mesela güzellik, yüzün güzellik degandek o'qishuvchilarning universitetlar shu kasbdan tepishga yordam qiladi yani. 그러면 우리가 선택할 수 있는 여러 번 저기 전공을 도와줄 수 있습니까? 그리고 왜냐하면 선생님 방금 말씀하셨다시피 경영학과만 아니고 다른 학과에서도 전공을 받고 싶던 학생들에게 도와줄 수 있습니다. 그래서 사전에 자원 분류를 해야 돼요. 5명이라고 해서 학과를 만들 수가 없어. 7명 학과를 만들 수가 없어. 30명은 돼 학과를 만들지. 학과를 만들 수 있는 거는 그거밖에 없고 단위적으로. 만약에 우리가 요구되는 조건이 만약에 요구돼 다 된다 그래서 만약에 한 20가지 정도 누가 지원을 했는데 한 명 지원했다. 학과를 만들 수가 없어. Mesela bizim demekçi olduğumuz azıcık meselelerini de sanma. Sizler halgan, elbet halgan kesipten tanıyamaysan, bağlanırsa bizge bunu işlencimiz kalır. Lakin Kore'deki malum mekteplerde hazır bölümler az yükseltilir. Nimde? Çünkü o bölümü tanıyan insanlar az yükseltilir. Eğer o bölümünü tanıyan okuyucu 20 nefer, ya olmasa az diyende 15 nefer okuyucu kalsamazsan, onlar için elbette bir bölüm buldu ve bu dersten köredi. Eğer o bölümü tanıyan okuyucu bir yerde iş yok kalsa, onlara elbette o Kore'deki üniversiteler yeni bir bölüm açılmaydı. 지금 아까 내가 경영학과를 얘기했고 관광학과 얘기했고 또 이제 공대 중에서 몇 개 학과가 될 건데 그 학과들은 이미 학과가 형성돼서 학생들이 있기 때문에 한 명이 돼도 되는데 그죠? 일부러 만들 수는 없다. 네. Biz sizlarga evetken, masalan dedim abi iqtisodda do'q yoki boshqa kasblarda do'q, har qanday kasblarga evetken kasblarda sizlar o'zinglar qolib, masalan, ularda bir yoki ikki o'quvchi kirsin. Çünkü o bölümde qancha nafar o'quvchining borligi muhim. Shunga u o'quvchining soniga qarab, shu bölümning soniga qarab albatta sizlarni o'rnashtiramiz, lekin bu oz talab qilgan o'quvchi uchun bir bölümni yarata olmaymiz, ocholmaymiz. Ben söylemek gibi var. Sanırım 말씀하고 싶은 것이 있습니다. 아니요, 다 얘기했습니다. Çoğu dünyasında bir de oldu. Rahmet. 선생님들 너무 감사드립니다. 선생님들 우리 덕분에 우리 때문에 너무 고민하셔서 너무 감사드리고 앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. Hürmetlik vatandaşlar Kore, Cenubi Kore'de magisterlik o'qishga yani şeyde aksiz desek bo'ladi, bir şeyde ish tepiladi. Turar joy 20-60 universitetlar aloqa qilishlardan sizlar o'qimoqchi bo'lgan kasblar tepilib şeyga o'rinlashtirilish uchun kuchaydi. Shu ishga bizlar hamkorlashayotgan koreyalik professorlar bilan, maktab mas'ullari bilan mutlaqo ko'rishdik. Sizlarning balki bilmoqchi bo'lgan savollaringizga balki qanoatli javob berilgan yoki berilmagandi.
bugünkü seminarımız şunun qiziqqan o'quvchilarga shunchalik bo'lsin deb bundan boshqa bugun Koreyadagi shu Uyg'urlarga yordam qilgan professorlar bilan kelishim qildik. Koreyada Uyg'ur o'quvchilarni birga o'qitib kelgusida yüksek bilim yurtlar o'qitadiganlar hamkorlik kelishimini qildik. Bu ishni biz bu yillar emas, har yili bundan keyin davom qilmoqchi. Koreya Ma'lumot Ministri ve o'xshash bo'lgan universitetlar bilan qarashib, o'quvchilarni Koreyada davomli o'qitishga tirishmoqchi. Buni biz qo'limizdan kelishicha sizlar uchun sunamiz. Sizlarning bu yaxshi fursatlarni chong tutib, o'zinglar uchun, oilanglar uchun, vatan millat uchun bir kishilik kasb qo'shish uchun, yaxshi kelgusinglarni tiklash uchun kuch qilishinglarni, fursatlarni yaxshi tutishingizni umid qilamiz. Rahmat sizlarga.